Isuzu so'raganlar uchun mana Isuzuning kattasidan topib qo'ydik. Isuzu mashinasi mana. Mashina zo'r holatda ekan. Hozir to'liq bitta ma'lumot olamiz egalaridan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa mana Isuzuning radno holatidan. Aka, yili nechi? 21-yil, ha? 21-yil. 345 ming kilometr. 21-yil 345 ming yurgan mashina o'ziniki. Hamma joy radnoy, ha? Orqasi. Uzunligi nechi buni aka? 7 metr. Uzunligi mana 7 metr, eniga 2 metr 40. 240, ha? Balandligi 2 metr. Balandligi 2 metr. Mana balonlari mana zo'r holatda turibdi. Orqa akkumulyatorlari bor. Bu gaz balon 100 talik aka bu? 100 talikdan 8 ta gaz balon qo'yilgan. Isuzu mashinasi mana. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, radno holatida mana. Orqa zapaskalari ham yangi turibdi. Mashina mana zo'r holatda ekan. Egalar, aka bu o'zingizniki? Tirikchilikdami? Tirikchilikda ekan. Telefon qilsalaring, chiroyli qilib kelishtirib, narx qilib berishadi. Isuzu mashinasi. Qo'shimcha yashiklar taqilgan. Mashina mana zo'r holatda. Isuzu mashinasi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Isuzudan so'raganlar bordi, lekin to'g'ri buni balandligi emas, o'zlarining baland qo'lasa so'raganlar. Bu o'zini zavodskiy holatida turibdi. Mashinada mana orqasida spalnilari bor. Mashina mana zo'r holatda. Uzoq danliga chiqadigan bo'lsalar, mana spalniga yotib ketaverasizlar. Mashina mana ideal holatda. Isuzu mashinasi. Pulini qancha deyapsiz amaki buni? 65 ming deyishyapti. Kelishtirib chiroyli qilib narx qilib berishadi. Savdosi bor, ha? Telefon raqami ayting. 94lik 318 0901 ga aloqaga chiqsalaring, amaki bilan savdolashib mashinani tezda sotib olasizlar. Isuzu mashinasi mana. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilinglar. Albatta savdosi bor. Sezon payti tezda sotib olib, tirikchilikda qilinglar mana. Gendavinis beriladimi? Yo to'ka оформленияmi? To'ka оформление ekan, gendavinisda berilmaydi ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar mana. Gazel fermer so'raganlar uchun mana Gazel fermerni mana zo'ridan topib qo'ydik. Mashina mana zo'r holatda. Motorlari moy yemaydi, zo'r, ha? Sotka injektor bu. Sotka injektor. 3 ta toplaydi. Propan, metan, benzinda 3 ta toplaydi yuradiganlar uchun mana qishda umuman qiynalmaysizlar degan umiddaman deb olasizlar mana shu mashinani. Balon holatlari, tepasida koronalari bor. Mashina mana ideal holatda ekan. Orqasida mana spalni uchun joylar bor. Xohlasalar o'rindiq sifatida ishlatasizlar, xohlasalar spalni sifatida ishlatasizlar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Gazel biznes mashinasi. Yurgan masofasi 185 ming yurgan. Benzin baklari bor. 50 talikmi bu? 50 talikdan 4 ta qo'yilgan metan, ramalar butun, balon holatlari mana 70%. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Gazel fermer mashinasi mana. Propan nechtalik aka buni? Ha, ana va. Mana propan gaz balonlari ham bor. Cho'lasida ham yuradi deyishyapti. Qo'shimcha radiatorlar taqilgan, qizimasligi uchun. Xullas mashina mana zo'r holatda ekan. Gidromuftalar Nextga qo'yilgan, zadniy yutlari mana Nextga qo'yilgan. Bu labovoy tepasida mana vitraviklari ham bor ekan. Pulini qancha deyapsiz aka buni? 18,5 so'rolmay kelishamiz. 18,5 ming deyishyapti. Albatta savdosi bor. Bizning kanaldan chiqsalaring chiroyli qilib narx qilib berishadi. Telefon raqamlari mana 94lik 705 28 48 ga aloqaga chiqsalaring, akalar bilan savdolashib, mashinani sotib olasizlar. Ikkinchi telefon raqamlarini ham aytay. 95lik 911 59 10 ga aloqaga chiqasizlar. Gazelni mana zo'r holatida. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta tezda telefon qilinglar, mashina sotilib ketmasdan oldin ulgurib qolinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Isuzu mashinasi 5 tonnaligidan so'raganlar uchun mana Isuzu'ni 5 tonnaligidan topib qo'ydik. Orqasi buni refrigerator ekan, xolodilnik ekan. Mashina 21-yil, 480 ming yurgan, top-toza mashina ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Isuzu mashinalar so'raganlar ham bor edi. Mana bitta kichkinasidan ham topib qo'ydik. Mashina mana zo'r holatda. Evakor polilar taqilgan, sidenlar radno turibdi. Mashina salon holatlari o'ta zo'r holatda saqlangan ekan. Tepasida mana pardalari bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Isuzu mashinasi mana.
Gaz ballonlari mana 100 talik gaz ballon qo'yilgan. Bitta, ikkita, hozir bu tarafini ham ko'ramiz. Nechta qo'yilganini aniq sizlarga bir ma'lumot berib o'tib ketaman. Isuzu mashinasi mana. Bu taraf 4 ta 100 talik gaz ballonlari bor ekan. Ballonlari mana Michelin ballon ekan, qimmat ballon hisoblanadi. Buni bilganlar biladi. Michelin ballonlar taqilgan ekan. Oldida mana Botto ballonlar bor. Akkumulyatorlar turibdi. Mashina zo'r holatda ekan. Isuzu mashinasi mana. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon raqam qoldiraman. Aloqaga chiqasizlar. Akalar bilan yana savdolashib, bafurja sotib olasiz. Aka, narxi qancha? 34 kami bu. 34 ming deyaptilar. Albatta savdosi bor. Telefon qilsalaring chiroyli qilib narx qilib berishadi. Isuzu mashinasi. Telefon raqamlari 97lik 770 77 78 ga aloqaga chiqinglar. Tezda mashina sotilib ketmasdan ulgurib qolinglar. Isuzu'ni mana 5 tonnaligidan. Tezda aloqaga chiqinglar, mashinani tezda sotib olinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hyundai Porter deysizlar, lekin men Hyundai Porter topdimmi, lekin buni elektrikligini ko'rganmisizlar? Tokda yuradiganini. Mana tokda yuradiganidan Hyundai Porter mashinasini topib qo'ydik yani. Yillari 2021-yil mashina 150 ming yurgan, mashina zo'r holatda ekan. Buni tokda yuradiganlarni ko'p kishi bilganlar biladi. To'liq zaryad bilan egalari aytishdi 300 km yurar ekan. Mashina mana zo'r holatda. Primoy Koreyaning o'zidan kelgan, Perigon bo'lib. Mana monitorlari bor. Mashina mana sidena abduf, sidena abagraf, xullas nimaiki navorot bo'ladigan bo'lsa, bu mashinalarda hammasi bor. Multirullar turibdi. O'rtada bortoviy kompyuterlari bor mashinada. Mashina mana zo'r holatda. Orqasida kichkinagina spalnisi bor. Maza qilib uzoq dalniga chiqsalaring, o'tirib bemalol yotib ketadigan joylari bor. Salon zanniyotlari, xullas salon holatlari mana o'ta zo'r holatda ekan. Ballonlari yangi. Buni orqasi borti yo'q ekan, bortni qilib olasizlar, kim olsa ham. Orqa ballonlari mana yangi bu ham. Qo'shimcha jihozlar uchun yashiklar taqilgan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Hyundai Porterda elektromobildan xohlaganlar uchun mana. Mashina mana yaxshi holatda. Bu mashinalarni bilganlar biladi. Bu mashinada ham tirikchilik qilib soqqaniga ursa bo'ladigan mashinalardan bittasi bo'ladi bu ham. Hyundai Porter mashinasi. Pulini qancha deyapsiz aka buni? 21 ming deyishyapti. Albatta savdosi bor. Telefon qilsalaring chiroyli qilib narx berishadi. Telefon raqamlari 97lik 770 77 78 ga aloqaga chiqasizlar. Mashinani egalari bilan savdolashib, bafurja bir ma'lumot olib, mashinani sotib olasizlar. Chiroyli qilib narx berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Changan mashina so'raganlar uchun mana Changanni tayyoridan topib qo'ydik. Mashina zo'r holatda ekan, ideal holatda desak ham bo'ladi. Bu mashinani olib turib, rosa ezib ishlatadigan mashina bo'ladi bu. Yillari 22-yil, 265 talik gaz ballonlar taqilgan, yurgan masofasi 116 ming yurgan. Mashina mana ideal holatda, mashinaning konditsionerlari ishlab turibdi. Motorlari zo'r holatda, hadovoylari zo'r holatda, resorlar dabavit qilingan. Egalar aytishdi, mana shu kraskalar bor deyishdi. Albatta ustalarni olib kelib, yana mashinani tekshirtirib olasizlar. Tepasida mana koronalari bor, orqasi baland qilib bort qilingan, dokumentalni qilingan, orqasida mana darvoza hisoblanadi mana. Bu mashinani olib turib, bemalol 2 tonna, 2,5 tonna yuk yuklab tirikchilikni qilaverasizlar. Orqa holatlari mana kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Hyundai'da mana zo'r Hyundai debman, Changanda mana zo'r holatidan. Salon holatlari mana o'zini radniy holatda turibdi. Chexollari, multimetrofonlar, o'rtada bortoviy kompyuterlari bor, konditsionerlari bor. Mashina zo'r holatda mana. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon raqam qoldiraman. Tezda aloqaga chiqinglar, mashinani savdolashib, tezda sezon payti mashinani ishlatib oylar tezroq. Pulini qancha deyapsiz aka buni? 9,5 savdosi. 9,5 ming deyaptilar. Albatta savdosi bor. Bizni kanaldan chiqsalaring, telefon qilsalaring, mashinani sotib olasizlar. Telefon raqamlari 97lik 770 77 78 ga
aloqaga chiqinglar. Mashinani tezda sotib olib, barakani berib, savdoni tezda qilib, mashinani sotib olinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Changan mashinasi. Aniq ketayotganda mana hozir. Mana. Keyingi mashinamiz yana bitta puli yengilroq deganlar uchun mana changan mashinasini topib qo'ydik. Mashina mana zo'r holatda, orqasiga baland qilib tintovkalar qilingan. Bortlar yaxshi holatda turibdi. Egalari aytishdi, mana shu eshigida kraskasi bor ekan, yana ustalar olib bo'lsa tekshirib olasizlar. Motor hadovoylari zo'r. Mashina konditsionerlar ishlaydimi aka? Hozirgi paytda endi konditsioner yoqmasa ham bo'lmaydi. Mashinaning konditsionerlari ishlaydi, muzdek qiladi ishlabdi. 4 ta chexollar taqilgan, mashina mana ideal holatda. Rapana 2 oy bo'lgan. Yurgan masofasi qancha edi aka? 98 ming yurgan. Mashina mana zo'r holatda. Mashina yoqilg'isi propan bilan jihozlangan ekan. Yaqinda qo'yilgan ekan, ungacha benzinda yurilgan. Orqalari mana mashina mana ideal holatda ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, akalarni, egalarni o'zlaridan mashina tezda sotib olib, tirikchilikka chiqib ketsalar ham bo'ladi. Pulini qancha deyapsiz aka buni? 9200. Yengilroq qilib berasizmi? Savdosi bormi? Bo'ladigan, ha? 9000 deyaptilar. Yana telefon qilinibdi aka, savdo qilib berasiz. Sunnatiga bir yerimiga chiroyli qilib o'tib berasiz. Mo'ljal aka. 9000 deyaptilar. Telefon qilinglar, mashinani tezda sotib olinglar. Telefon raqamini ayting akajon. 94lik 443 04 ga aloqaga chiqsalaring, mashinani sotib olib, baraka qilib ketsalar ham bo'ladi. Nima aka, dokumentlar beriladi. Gen daviniz yo'q, to'ka berilaveradi. Gen daviniz dokumentdan muammo yo'q, beriladi ekan. Telefon qilinglar, aloqaga chiqinglar, mashinani savdolashib, to'liq ma'lumot olib, mashinani tezda sotib olib, tirikchilikka chiqib ketinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.